Indoneziya prezidenti nega Imom Buxoriy qabri joylashgan hududni sotib olmoqchi bo'lgan? O'tgan asrning 60-yillarida Indoneziya prezidenti Ahmad Sukarno Sovet ittifoqiga rasmiy tashrif buyuradi. Safar dasturida u O'zbekistonga borib, dunyo musulmonlari e'tirofiga sazovor bo'lgan buyuk muhaddis Imom al-Buxoriy qabrini ziyorat qilish niyatida bo'ladi. Ammo o'sha davr mafkurasi va siyosiy cheklovlari bunga yo'l qo'ymaydi. Sovet rasmiylari ziyoratni bekor qilishni maslahat berishadi. Lekin Sukarno bunga mutlaqo rozi bo'lmaydi. Agar kerak bo'lsa, poyezdda yurib bo'lsa ham boraman, deya o'z pozitsiyasida qat'iy turadi. Shunda Sovet rahbariyati uni kechasi, jamoatchilik e'tiboridan chetda, maxfiy tarzda Samarqand yaqinidagi Hartang qishlog'iga, Imom Buxoriy qabri joylashgan joyga olib boradi. O'sha paytda maqbara abgor, xaroba holatda edi. Shunga qaramay, Sukarno ziyoratni amalga oshiradi. Tonggacha ibodat qiladi, ko'z yoshlar to'kadi.